O'zi dunyo nima edi desa, Odam alayhissalomni qilib qo'ygan xatosini jazosiga berilgan dunyo edi bu. Alloh azza va jal hech narsaga kerak bo'lmagan jannatdan dunyoga chiqarib qo'ydi. Shu dunyo bilan jazolandi otamiz Odam alayhissalom. Dunyoda nima bor edi? Uy qurish bor edi, bola chaqa boqish bor edi, yeb ichish kerak edi, ko'zi istash kerak edi, o'zi tirikchilik qilish kerak edi. Mana shu dunyo o'zi aslida jazo edi. Biz odamlarga jazo qilib berilgan. Shuni orqasidan qulamiz, uy solamiz, xotin olamiz, bola chaqa qilamiz, mashina minamiz, qo'shqil dinolar solamiz, yaxshi kiyinamiz, yaxshi ishlikka umrimizni sarf qilamiz. Bu bizga chiqmaydi dunyo.